Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz muhterem vatandaşlar, bugün biz bütün barlığını yurtumuzun azadlığı için bağışlab, bir asırlık hayatının en ahirki kunlariga kadar bosqinchi Xitoy ishg'oli ostidagi mazlum xalqimizning asoratlik dardiga darmon izlab o'tgan Sharq Turkiston mustaqillik davosining yurt ichi va teshidagi asosli bayroqdorlaridan biri bo'lgan o't yurak inqilobiy rahbarimiz Surgundagi Sharq Turkiston hukumatimizning faxriy raisi Husayn Qari Islomiydan ayrildik. Inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Bu sebepten merhumның vafati fakat onun ailesi üçünla bir yo'qolish bo'lmasdan ozodlik talmirgan bütün xalqimiz uchun bir cho'ng yo'qolish bo'lib, men bu munosabat bilan Sharq Turkiston surgundi hukumati nomidan bütün Sharq Turkiston xalqiga bosh sog'lig'i tilayman. Hammamizning bosh sog' bo'lsin. Cenab-ı Allah merhumның aile davabatlarına sabr taqat ata qilg'ay. Amin. Ya Rabbil Alemin. Men merhum atımız Husayn Qari Islomiy bilan bundan taxminan 30 yil ilgari, yani 1983-yili yozda ota-onamni elib vatandan hech qilish va tuqqan yo'qlash munosabati bilan Saudiya Arabistonga borgan chig'imda haj tavobidan keyin bizning sharafimizga merhum Husayn Qari Islomiy tarafidan berilgan tog'illarim Muhammad Qurban va Abdurrahim Qurbonlar shundaqla boshqa tuqqanlardan Abdulqodir Ahmed Turkistoniy qatorliq nurg'un Makka atrofida yashovchi muajir hamshaharlardan tashkil topgan bir ziyofatda ko'rishgan edim. Shuningdan e'tiboran ijratdagi hayotimda merhumdan yosh jihatda xilala kichik bo'lish yuzidan garchi uning vatanning ichidagi chog'larida beshidan kechirgan tarixiy kechmishlari va shundaqla uning xalqimiz tarafidan bosqinchi Xitoy hukmronligiga qarshi yurt ichi va sirtida elib berilgan milliy qurtulush harakatlarida ko'rsatgan bir qism fidokorliklarini o'z ko'zim bilan ko'rishga imkon bo'lmagan bo'lsammi, lekin keyincha bu haqda marhumning o'zining og'zidan va shundaqla boshqalardan oz to'la anglab marhumni bir peshqadam yurtdosh sifati bilan emas, ozodlik yo'lidagi bir fidokor rahbar sifatida tunib, uningga bo'lgan hurmatim kun sari hasilab ishqi boshladi. Husayn Qari Islomiy rahimullahning menga eng ta'sir qilgan, ya'ni qalbimda hammadan cho'nqur o'rin olgan tarafi uning vatan davosi uchun qo'shgan to'pisining oz yoki ko'pligi emas, uning ozodlik yo'lida boshqalardek kunda ming xil o'zgarib jo'ylamasdan har zaman va har qanday shart ostida dushman bilan qat'iy murassaga kirmaslik, istiqloldan iborat mustaqillikdan boshqa hech qanday yo'qolan davoni qat'iy qilmaslikdek ulug'vor mustahkam irodasi va bu yo'lda ko'rsatgan amaliy fidokorliklari bo'lib, xuddi boshqalar yashash yo'lida o'zlariga ma'naviy ona yoki dada tiklab uning orqasidan mangandek, men ozodlik yo'lida yaqin tarixda o'tgan ulug' inqilobiy ustoz Mamtila Efendi Tevfik ve Abdülaziz Mahsum
qatarlıq o't yürek inqilobi ustozlardan qolsa, marhum Hüseyin Qari İslami yoki har qanday uningga o'xshash haqqoniyatchi kishilarni ma'naviy otam deb tunib keldim. Merhumning odatdagi insonlarda kam uchraydigan yana bir aloyidligi u nihoyat ruhliq va umid bor kishi edi. Buning jonliq misoli merhumning hijratga qolgan eng oxirgi 20 yillik hayot ichida yashining allaqachon 80 dan o'tib bir yerga berib qolganligi qaramay, sabdoshlari ulug' vatanparvar merhum Abdulqodir Hoji Ahmed Turkistani va Abdulqodir İbrahim Turkistani qatorliq bir qancha da'vo arkadoshlari bilan birga O'rta Sharqda Turkiyani markaz qilgan holda yarim asrdan beri davomlashmoqda bo'lgan Sharq Turkiston da'vosini Turkiyadan halqitib elib xalqaralashtirish niyatida 1994-yili dunyo siyasi bazarının merkezi sanalgan Washington'a kelişidir. Bu suret 1994 yılı 10. ayının 29. günü merhum Hüseyin Qari İslami'nin Şarkı Türkistan davasını Amerika'da qandaq ve nereden başlaş üçün dava sabdaşlarından Abdulqodir Ahmed Turkistani'ni özü bilen birle elip dastlabda Washington'a kelib u yerdagi Amerika xorijiy ishlar idorasidagi bir qism hukumat a'zolari bilan kurashgan chog'dagi bir ko'rinishdir. Bu surat 1995-yil yozda Hüseyin Qari İslami bilan Abdulqodir Ahmed Turkistonlar Amerikada resmiy tashkilot qurib Sharq Turkiston milliy mustaqillik davosini Amerika xalqiga ve shundaqla hukumatiga anglatmak için kelganda meni o'qiyotgan maktabim Indiana University'den chaqirib elib kelib New York'dagi o'zlari tushgan bir otelde men bilan davoni qandaq boshlash haqida jiddiy suhbat elib bordi. Mana bu surat bu suhbatdan keyin bir qarorga kelib New York'tan araba bilan Washington'a kelish safarimizda bir istirahat elish o'rnida chekilgan suratdir. Bular garchi dastlabda oldi-keyni bo'lib, bir qancha qatim New York va Washington qatorliq bir qancha yerlarda Washingtonda boshlamoqchi bo'lgan Sharq Turkiston milliy mustaqillik davosiga bu yerdagi şu zamanlarda mevcut bo'lgan G'ulomidin Paxta, Adhamjon, Omidjon, Dolqin Qambiri, Shuhrat Saidahmed, Iskandar Qodir, Erkin Sidiq, Rishod Abbos, O'rkash Davlat ve meni o'z ichiga olgan bir qism yurtdoshlar ichida odam to'plash safarbarligi elib borgan bo'lsa-mu, lekin bularning asos jihatdan mendan boshqa hammasi bu Arabistondan kelgan hojilarning yanada naq pul yo'qki. Biz unda xalqning yanchig'idagi pulga hadab ish va o'qishlarimizni tashlab, soni ko'may uydak soladığanga ahbaq bo'lib qolmadik. Deganga o'xshash har xil o'zri sabablarni bahona qilib yaqin kelgini unamaydi. Hatta bunun hemmetini ejinarlık yerişiyor ki bular yukarıki bana sebepler bilen özlerinin bundaq bir halkımızın milli menfaatini gözlegen halda başlamakçı bolgan ulug' hareketini qo'llab has qo'shalmaganligini oz deb keyin biz bir qancha kishi balam yoki kalam bar edi demasdan umumning menfaati uchun hamma ishlarimizni tashlab resmiy tashkilot qurib ve Washington'daki parlament binasının yeniden özümüzge tuşluq bir işxana açıp resmi hareket başlagandan keyin bu atalmış ziyalilerinin bazıları, mesela
turdig'iga o'xshash. Üstümüzden bular Allohu Akbarchi o'qimagan savasiz kishilar bo'lib, bularning qilmishlari hech bir zaman Uyg'urlarga vakillik qila olmaydi. Biz turk emas, Uyg'ur. Yurtimizning ismi Sharq Turkiston emas, Uyg'ur eli yoki Uyg'uriston. Mustaqil bo'lamiz deb amalga oshmaydigan davoni qilgandan ko'ra Tibetliklarga o'xshash haqiqiy avtonomiya davosini qilgan ming a'lo degandek sapsatlarni ko'tarib chiqib, cho'qon tavlab, istiqloldan iborat mustaqillik davoyimizga ochiq oshkora buzg'unchilik qilishga boshladi. Va eng oxiri 2001-yili Amerikada yuz bergan 11-iyul voqeasidan keyin o'z maqsadlariga yetib, xotirjam bo'lgandan keyin xalqimizning milliy mustaqillik davosiga sotqinlik qilgan holda Uyg'urchilik bayrog'i ostida davo yo'lida o'zlari bilgan sanamga dastlashga boshladi. Bu uzun hikoya qarindoshlar. Onun ustiga biz burun vatandaşlarga bir qancha qatim bergan bayonotlarimizda bu haqda bir qism ma'lumotlarni berib, o'tkazga hozir tafsili to'xtalmaymiz. Hem şu an bu to'g'riliq har birlariga tafsili ma'lumot berishning ham zamoni emas. İnşallah bu to'g'riliq keyincha payti kelganda yani xalqimizga tafsili ma'lumot beramiz. Demek bu yerde merhum Hüseyin Qari İslami bilen bir septir dava yolunda gerçi vatan içindeki yurtning istiqboli uchun mücadele qilayotgan azatlık yolundaki qarindoshlarimizdek tutqun qilinib azap uqubatlar ichida qorong'u turmalarda yetish yoki hatto etilib ketishdek xayim xatarlardan xoli bo'lgan bo'lsaqmi, lekin ichimizdagi to'g'riliqni ko'rolmaydigan nadan ve bag'ri ko'r nachar insonlarning har turli suiqasd va buzg'unchiliklardan o'zimizni mudofaa qilmoq uchun muqaddas da'voga atagan nurg'un qimmatli vaqtlarimiz sarf qilinib zayo ketdi. Men hozir marhumning vafotiga bag'ishlagan bu ta'ziyamni sizlar bilan o'rtoqlashish munosabati bilan rahmetlik atamiz Hüseyin Qari İslami'nin Washington'ni markaz qilgan holda g'arb dunyosida boshlagan milliy qurtulush harakatining oldingi sepidagi Washingtonda turishliq 20 yillik birdan-bir tayanch sabdishi bo'lish bilan suratda soldan o'ngga yer olgan ulug' vatan va millatparvar marhum Abdulqodir Ahmad Turkistani, marhum Hüseyin Qari İslami ve men Anvar Yusuf Turani bo'lib, mazkur surat 1998-yili yozda 1995-yili Washingtonda qurilgan Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik markazida chekilgan. Bu surat ham aynı tarix ve aynı yerde çekilgen bulup, suratning sol tarafidagi, yani Hüseyin Qari Rahimullah'ның o'ng tarafidagi kishi Suudi Arabistonda yashaguchi yurtdoshlarimizdan Abdul Aziz Turkistani bo'lib, bu kishi hozir Suudi Arabistonning Yaponiyada turishliq bosh elchilik vazifasini o'tamoqda. Bu surat 1995-yili marhum Hüseyin Qari İslami o'ngda ve Abdul Aziz Turkistani solda. Yani biz hozir izhor qilib o'tgan Suudi Arabistondagi vatanparvar qarindoshlarimizdan biri bo'lib, bu kishi hozir Suudi Arabistonning Yaponiyada turishliq elchixonasining bosh elchilik xizmatini o'tab kelmoqda. Şu anda Arab qiyofatida ko'ringan bu Sharqiy Turkistonlik vatanparvar ikki qarindoshimiz Amerika hukumat arboblaridan George McGowan'ga Sharqiy Turkistonning istiqlol davosini anlatmoqda. Bu surat 1996-yili bahorda
Amerikaning Indiana shtatida ziyoratda bo'layotgan Tibetning siyosiy va diniy rahbari Dalay Lama bilan ko'rishayotgan xotirlardan biri bo'lib, o'ngdan so'lga Dalay Lama, Husayn Qari Islomi, Sidiq Ruzi va men Anvar Yusuf Turani. Suhbatda Sharq Turkiston Milliy ozodlik markazi nomidan Husayn Qari Islomi boshlig'idagi hay'at Dalay Lama bilan Xitoy ishg'oli ostidagi tuproqlarimizni ozod qilishning yo'llari haqida samimiy suhbat elib bormoqda. Bu surat Husayn Qari Islomi Washingtonda Sharq Turkiston Milliy ozodlik tarafidan Washingtondagi O'rta Sharq institutida elib berilgan bir milliy mustaqillik milliy faoliyatdan keyin bizlar bilan xotira rasm elingan bir anni ko'rsatdi. Tarix 1996-yili kuz. Bu surat 1998-yili Washingtonda turishliq Arab Amerika institutining qurg'uvchisi va uning prezidenti James Zogby bilan Sharq Turkiston da'vosi haqida elib berilgan suhbat jarayonida chekilgan bo'lib, o'tturdagi kishi Husayn Qari Islomi va ikki chetdagi kishining biri men va yana biri James Zogbydir. Bu surat so'ldan o'ngga Husayn Qari Islomi Amerika parlament a'zolaridan, ya'ni Kaliforniya shtati vakili Dana Rohrabaker va men Anvar Yusuf Turani 1998-yili 9-oyning 11-kuni Washingtonda vatan da'vosi haqida elib berilgan rasmiy ko'rishishdan keyin qolgan bir xotira rasm. Bu surat ham ayni yer, ya'ni ayni tarixda, ya'ni 1998-yili kuzda Amerika parlament a'zolari bilan ko'rish jarayonida chekilgan surat bo'lib, mazkur suratning o'ttirida turgan kishi Husayn Qari Islomi rahimullahdir. Sol tarafdagi men va o'ng tarafdagi kishi bo'lsa Virginia shtatining Amerika parlamentidagi vakillaridan, kongressmen Jim Moran bo'lib, suhbat jarayonida marhum Husayn Qari Islomi yurtimizning istiqlol davosini mazkur parlament a'zolariga anlatmoqda. Bu surat 1998-yili kuzda, ya'ni 9-oyning 11-kuni Washingtonda turishliq Arab Amerika institutining qurg'uvchisi va uning prezidenti James Zogby tarafidan o'rlashtirilgan nurg'un Amerika parlament a'zolaridan tashkil topgan bir siyosiy so'rinda chekilgan bo'lib, mazkur suratning o'ng tarafida turgan kishi Husayn Qari Islomidir. Sol tarafdagi men va o'ttirdagi kishi bo'lsa, G'arbiy Virginia shtatining Amerika parlamentidagi vakillaridan biri bo'lgan kongressmen Nick Rayhaldir. Suhbat jarayonida marhum Husayn Qari Islomi yurtimizning davosini mazkur parlament a'zolariga anglatmoqda bo'lib, keyin, ya'ni 1999-yili 6-oyning 4-kuni mushu vaqtda parlament a'zosi Nick Rayhalning Sharq Turkiston davosiga bo'lgan esdashligi natijasida Amerika prezidenti Clinton bilan ko'rishib, uningga yurtimizning mustaqillik davosini anglatish fursatiga ega bo'lgan edik. Bu surat 1999-yili 6-oyning 4-kuni Washingtondagi Demokratik klubida Sharq Turkiston Milliy ozodlik markazi nomidan yuqorida izhor qilingan Amerika parlament a'zosi Nick Rayhalning Sharqiy Turkiston davosiga esdashlik qilishi natijasida Amerika prezidenti Bill Clinton bilan rasmiy ko'rishib, yurtimizning mustaqillik davosini Clintonga anglatib, arz sunish jarayonida chekilgan bo'lib, mening o'ng tarafimda turgan kishi Amerika prezidenti Bill Clinton va sol tarafimdagi kishi bo'lsa, Amerika parlament a'zosi Nick Rayhaldir. Merhumning hayot haqida shularni
sizlar bilan paylaşmoqchiman. Marhum 1917-yili Sharq Turkistonning Ot shahri Mashet kentida tug'ilgan bo'lib, 1930-yillarda Ulug' ustoz Mamtil Apandi Tavfiqning boshchiligida ta'sis qilingan O'ng'riqdagi muallim yetishtirish kursining birinchi qaror o'quvchilaridan biri edi. Ulug' ustoz Mamtil Apandi Tavfiq boshchiligidagi izchilar atriti va muallimlar qo'shunidan shundaqla taraqqiyotparvar yurt mo'tabarlari qatorliq 300 dan ortiq kishidan tashkil topgan bu surat 1935-yili bahor oyida Ostina atishdagi Tijam maktabida chekilgan bo'lib, mazkur suratning o'ttirida Ostin artish muallimlari deb yozilgan qora taxtini tutib o'ltirgan ustoz Tavfiqning talantliq izbosarlardan biri bo'lgan Abdurahmon shoirning so'l tarafida o'ltirgan kishi Husayn Qari Islomiydir. Suratning so'l tarafidagi oldingi qatorda meydisiga qo'lini qo'yib turgan To'xtaji degan kishining so'l tarafida o'rindiqda o'ltirgan kishi Ulug' ustoz Mamtil Apandi Tavfiq bo'lib, bu tarixiy ahamiyatli surat haqida keyincha tafsili to'xtalib o'tamiz inshaalloh. O mazkur kursni tamomlagandan keyin Ot Nahaya Ihtoj kentiga bosh muallimlik tayin qilindi va bu yerda bir mazgil ishlagandan keyin Qashqar Ko'nishar O'rdu beshiga joylashgan Turkiyalik Murat Apandi boshchiligidagi Darul Muallimin, ya'ni muallim yetishtirish kursida yana bir mazgil bilim tahsil qilgandan keyin Oqsuv viloyatiningOvat kentiga maktab mudirligiga va uningdan keyin Oqsuv viloyatlik ma'rif uyushmasining raisligiga tayin qilinib, u yerda bir qancha yil millatni oqartish xizmati bilan mashg'ul bo'ldi. 1937-yilning bahor oylarida Sharq Turkiston Milliy Mudofaa bosh qo'mondoni General Mahmud Muhidi hijrat yo'lida yurtni tark etib, chetga chiqib ketgandan keyin Husayn Qari Islomiy rahimulloh hijratdagi General Mahmud Muhidiga shundaqla butun Sharq Turkiston milliy ozodlik inqilobiga vakolatan Stalin davrida Urusning himoyasi ostidagi bosqinchi Xitoy hukmronligiga qarshi jon tikib inqilobni davomlashtirayotgan milliy qo'mondon Abdulniyazning inqilobiga qatnashib, bir qancha oy uning kotiblik va siyosiy maslahatchisi qatorliq xizmatlarda bo'ldi. Bir 1937-yilning oxirlarida Sharq Turkistondagi Xitoy hukmronligini desteklagan Urusning 1934-yildagi ishg'olidan keyin ikkinchi qatimliq yurtimizni qurolliq ishg'ol qilib bombardimon qilish natijasida Sharq Turkiston milliy inqilobi mag'lub bo'ldi va Abduniyaz boshliq minglarcha mujohidlar Taklamakan cho'lining g'arbiy janubiga joylashgan Yarken viloyati atrofida Xitoy va Urus ishg'oliyatchilariga qarshi jangda shahid qilinib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shu zamonda Sharq Turkistonga hukmronlik qilmoqda bo'lgan Urusning himoyasi ostidagi Jallod Shinsey tarafidan yurtimizda ikki xil bostirish siyosati bir vaqtda bir-biriga parallel holda yurgizilgan bo'lib, u bir tarafdan Yarkenni markaz qilgan askari qo'mondon Abdulniyaz boshchiligidagi Sharq Turkistonning qurolliq inqilobini
bastırış hareketini elip beriş bilen birge aynı zamanda yurtumuzun azadlığını közlegen halda Ustaz Mehmet Efendi Tevfik başlığıda o atışını merkez kılgan halda elip berilmekte bolgan cedetçilik dep bilingen çoğun külemlik ma'arif islahat hareketini bastırıştan ibaret umumi kırgınçılık hareketini elip bargan bulup Hüseyin Qari Rahimullah Ustazi Mehmet Efendi başlık minlerce inqilabi ma'arifçilar 1937 yılı kolga elinip yuqtulup uzun ötmey yurtumuzda Xitay hükümranlığı karşı elip verilmekte bolgan her ikkila inqilabning tirik kalgan kaldıkları bulup hesaplangan halda sanaksız kişiler katarida Aksu avat kolga elinip bir qancha yıl Aksu vilayetlik turmada yatgan. Bu mezgilde 1933 yılı Qashqarda kurulgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining mag'lub bo'lish harfsida qo'lga ilinib Aqsuda vaqtlik zindonga tashlangan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining asosli rahbarlaridan Sobit Damullam. Bu surat 1933 yılı 11 ayının 12 günü merhum Sobit Damullam Abdulbaqi Rahimullah'ın rahbarligida kurulgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining rahbarlari bo'lib, suratning o'ng tarafidan sanaganda 3-chi kishi Sobit Damullam Rahimullah'dır. Keyin 1944 yılı G'uljida kurulgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining rahbarlaridan G'uljidan keçip Kuchar Shoyarda tutulup Aksu vilayetlik turmusiga qamalgan Elixon Töre. Ve şundakla azatlık kulida yerim asr Xitayning zindonlarida yatgan Abdulaziz Maqsum bilan bir muddat qamoqda birga yetib, bular bilan vatan ve milletning g'amini yedi. Onundan keyin G'uljida Xitoyga qarshi inqilob boshlanib, Elixon Törening rahbarligida mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti kurulgan çağlarda G'uljiga berib inqilob qatnashgach ve bu jarayonda bir tarafdan u yerdagi milliy rahbarlarning kotibligini qilgach, yana bir tarafdan millatni uyg'otish yo'lida davomli ma'rif ishlari bilan mashg'ul bo'ldi. Keyincha Kommunist Xitoy hukmronligining yurtimizni ishg'ol qilishi asnosida ozodlik sepidagi da'vo arkadaşları Muhammed Emin Bug'ra suratning eng oldingi retidagi qop o'ttirida o'ltirgan oqchapan va oqselinlik qarsaqal kishi Muhammed Emin Bug'ra Rahimullah'dır. İsa Yusuf alıp tiken qatarliq bu surat 1983 yılı İstanbul'da çekilgen bulup 4 kişiden teşkil tapkan bu suratning o'ttirdagi 2 kişinin sol tarafidagi kişi Hüseyin Qari Rahimullah ve o'ng tarafidagi chapan ko'tarib turgan kişi İsa Yusuf alıp tiken Rahimullah'dır. Yurttaşlar bilen hicret yolunda yurtni terk etip çıkıp kelgan. Şundan itibaren merhum Hüseyin Qari İslami 66 yıllık hicretdeki hayatında vatan davasından başka hiç nersi bilen şugullanmay hayatının ahırı kadar vatan ve milletinin g'amini yap keldi. Bu surat merhum Hüseyin Qari İslami başçılığındaki bir Sharqiy Turkistonlik hay'atning 1995 yılı Ciddi şehrinde resmi devlet ziyaretinde buluvatkan Qozog'iston devlet reisi Nursulton Nazarboyev bilan resmi kurashgan chaqdagi bir xotir surat bo'lib, bu paytda Hüseyin Qari İslami Nursulton Nazarboyevning Sharqiy Turkiston davosiga sahip chiqishini topilmoqda.
Ko'pincha hollarda marhumning hijratdagi o'ltiraqlashgan joyi Saudiya Arabistonining siyosiy vaziyati yetarlik yor bermaganlik uchun garchi hur dunyodagi har birlarimizdek har zaman ochiq oshkora holda xalqaro sahnalarda bo'libmi Saudiya Arabistonda siyosiy harakatlarni elib berish imkoni topolmagan bo'lsa-mu, lekin uzun yillardan beri dunyoning har qaysi joylarida Xitoy ishg'oliyatchilariga qarshi elib berilmoqda bo'lgan cho'ng kichik har qanday harakatlarga o'zining Saudiya Arabistonda yashag'uvchi muajir yurtdoshlar ichidagi alayda ko'z ko'rinarlik e'tibori va izzat obro'yga tayangan holda ma'naviy va moddiy desteklarda bo'lib keldi. Masalan, Turkiyada İstanbul'ni markaz qilgan holda marhum İsa Yusuf Aliptikinning rahbarligida taxminan yarım asr elib berilgan milliy harakatdan tortib bu surat 1992-yili 12-oyda İstanbul'da ochilgan Sharqiy Turkiston milliy qurultiyi jarayonida chekilgan bo'lib, soldan o'ngga marhum Hüseyin Qari Islomiy va Sharq Turkiston rahbarlaridan osh rivoyat. Shundaqla marhum İsa Yusuf Aliptikin rahimulloh qatorliqlardir. Keyincha Sovetlar Birligining halok bo'lishidan keyin O'rta Osiyo Jumhuriyatlarida yashag'uvchi Sharq Turkistonlik Uyg'urlar tarafidan Xitoyga qarshi elib berilgan milliy hareketlergacha. Bu surat 1993-yili 5-oyda Hüseyin Qari Islomiy rahimulloh boshchiligidagi Muhammad Qasim Emin, Abdulqodir Ahmed Turkistani, Abdulqodir İbrahim Turkistani qatorliq bir Sharqiy Turkistonlik inqilobiy hay'atning Qozog'iston davlat raisi Nursulton Nazarboyevning rasmiy taklifi bilan Qozog'istonga qilgan ziyarati jarayonida Olmutida o'ltirishliq Hakim Ahimbay degan bir yurtdoshning uyida chekilgan. Suratda o'ngdan so'lga Hüseyin Qari Islomiy rahimulloh, Muhammad Qasim Emin, yani hozir ayat, Abdulqodir Ahmed Turkistani rahimulloh va Abdulqodir İbrahim Turkistani rahimulloh. Bu surat ham Hüseyin Qari Islomiy rahimulloh boshchiligidagi Saudiya Arabistonidagi atoqliq vatanparvar xayrisuvar boylardan Abdulg'ufur Hoji, ya'ni o'ngdan so'lga birinchi, Abdulqodir İbrahim Turkistani va Muhammad Qasimlarni o'z ichiga olgan bir Sharqiy Turkistonlik hay'atning 1990-yillarning o'ttirlarida G'arbiy Turkistonga qilgan ziyaratidan bir xotira bo'lib, suratda do'ppilik kishini yo'lab turgan kishi Hüseyin Qari Islomiy rahimullohdir. Avstraliyada 80-yillardan tortib elib berilgan milliy harakatlardan tortib toki 1995-yili Amerikada qurilgan Sharqiy Turkiston milliy ozodlik tashkiloti va shundaqla uning turtkusi bilan 2004-yili 9-oyning 14-kuni Washingtonda qurilib dunyoga jakalangan Sharqiy Turkiston surgundi hukumatigacha ve hatta 1990-yillarning o'ttirlarida G'arbiy Yevropadagi Germaniyani markaz qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayigacha bo'lgan ushoq cho'ng tashkilotlarning hammasiga Saudiyadagi vatanparvar zotlarni safarbarlikka keltirib, ochiq oshkora va ba'zida parda orqasidan imkoniyatining yetishicha yor yo'lakda bo'lib keldi. Allah onundan razı olsun. Şu surat 1988-yili Jiddada chekilgan bo'lib, suratda
Hüseyin Qari İslami Rahimullah Türkiye Cumhuriyeti Reisi Süleyman Demirel vekili Osman Sıraç Bey bilen görüşüp onun ve şundaqla Türkiye hükümetinin Şarkı Türkistan'ın istiqlal davasıga sahip çıkışını sormakta bo'lgan bir andır. Bu suret 1990 yıllarının başlarında Hüseyin Qari İslami'nin öz vaqtidagi İstanbul şehir başlığı ve hazırki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin sabık Cumhurbaşkanı Abdullah Güller bilen bir qancha ketim ciddidagi uyga chaqirib mehmon qilib, onunğa Şarkı Türkistan'ın istiqlal davasıga sahip çıkışını tapılavatkan bir andır. Bu suret 1982 yılı İstanbul'da merhum Hüseyin Qari tarafından verilgen bir ziyafette çekilgen bulup, Uduldaki dastıxanının türdeki kişi Hüseyin Qari Rahimullah'dır. Bu sohbet jarayonida Hüseyin Qari İslami Şarkı Türkistan davasını Türkiye'deki iş adamlarına anlatmakta. Bu suret 1983 yılı İstanbul'da merhum Hüseyin Qari tarafından verilgen bir ziyafette çekilgen bulup, Uduldaki kallis görünüp durgan dastıxanının türdeki kişi şu kişidir. Bu ziyafet jarayonida yanıla merhum Hüseyin Qari İslami Şarkı Türkistan istiqlal davasını Türkiye'deki büyük iş adamlarına anlatmakta. Bu suret 1990 yıllarının başlarında Hüseyin Qari'nin ciddideki uyda tatılgan bulup, Qarim yani merhum Hüseyin Qari İslami bu sohbet jarayonida Kırgızistan'dan kelgen Kırgızistan hükümet parlament a'zolari Medit Shirkul ve Nur Muhammed Kenjiler bilen birge Şarkı Türkistan davası hakkında çoğunkur sohbet edip barmakta. Bu suret okşaşla Hüseyin Qari İslami'nin 1990 yıllarının başında Kırgızistan parlament reisi Medit Shirkul, hemşehrilerimizin Abdulaziz Yunus ve Mirza Qatarlıq mehmanlar bilen özünün ciddideki uyda çekilgen bir resim bulup, bu Kırgız kıyafetini Kırgızistan hükümeti parlamenti namıdan takdim kılgan. Bu suret 1990 yıllarda Hüseyin Qari İslami'nin Kırgızistan'dan kelgen parlament a'zolari Medit Shirkul başlığındaki mehmanlarını özünün ciddideki uyda kütüp elish arpsida çekilgen suret bulup, mazkur suretning o'ttirisida yer algan alqinni echib qarab turgan kishi Hüseyin Qari İslami'dir. Şunu itiraf qilmaslikqa hech kishining qancha haqqi yo'qki, g'arb ellarda bo'libmi Amerikada Sharq Turkiston mustaqillik davosining bugungi holga kelishida marhumning qo'shgan to'pisi alayda tilga ilinib, taqdirlashga tegishli bir inkor qilg'ini bo'lmaydigan tarixiy voqea bo'lib, buningga biri Alloh ve ondan qolsa men shahid. Bu suret 1998 yılı bahar ayida Angliyaning London şehrida Tibetliklar bilan birlikda bosqinchi Xitoyga qarshi elib berilgan bir namoyish chekilgan bo'lib, mazkur suratda oy yulduzliq ko'k bayroqning oldida nutq so'zlayotgan quloqchilik kishi marhum Hüseyin Qari Rahimullah'dır. Bu suret hem o'xshashla 1998 yılı kuzda Londonda Xitoy hukumatiga qarshi o'tkazilgan namoyishda chekilgan bo'lib, maydonning o'ttirisida turgan ikki kishidan biri marhumning qizi Hanan ve yana biri uning yo'ldoshi Muhammed Emindir. Bu suret 1995 yılı Washington'da çekilgan bo'lib, suratda Arab qiyofati ichidagi
Vatanparvar Sharqiy Turkistonlik Husayn Qari Islomiy Rahimulloh va Abdulqodir Ahmad Rahimullohlar Amerika hukumati davlat arbobi George McGovernga Sharqiy Turkistonning milliy mustaqillik da'vosini anglatmoqda. Bu surat 1997-yili Washingtonda Sharqiy Turkiston Milliy ozodlik markazi siyosiy maslahatchisi Marshall Strassning Washingtondagi uyida Sharqiy Turkistonning da'vosi haqida elib berilgan bir resmi suhbatda çekilgan resimdir. Bu surat 2001-yili kuzda Virginiyada çekilgan bo'lib, mazkur surat marhum Husayn Qari Islomiyning 911 voqeasidan keyin yurti Arabistonga damoli qaytib ketolmay, bizning uyda mehmon bo'lib turayotgan zamonlardan qolgan qimmatli xotira surat bo'lib, suratda ko'rilgan 5 kishining ichida birla hayot qolgan hozircha men. Qolgan hammasi Allohning rahmatiga erishdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Suratda soldan o'ngga Husayn Qari Islomiy Rahimulloh, dadam Yusuf Hasan Hoji Rahimulloh, Abdulqodir Ahmad Turkistoniy Rahimulloh va anam Shervanixon Hoji Rahimulloh va men Anvar Yusuf Turani. Bu surat 2001-yili 8-oyning 19-kuni Virginiyada çekilgan bo'lib, suratda o'ngdan so'lga Husayn Qari Islomiy Rahimulloh vatandan yangidan Amerikaga ziyoratga kelgan rahmatli dadam Yusuf Hasan Hojining Turkiston naqshlarini anglab munglanmoqda. Bu surat ham aynı yer va aynı tarixda çekilgan bo'lib, yana o'ngdan so'lga Husayn Qari Islomiy va dadam Yusuf Hasan Hoji. Vatan haqida cho'nqur samimiy suhbat. Buning uchun marhum Husayn Qari Islomiy va uning sabdoshlari Abdulqodir Hoji Ahmad Turkistoniy va Abdulqodir Ibrohim Turkistonlar men uchun to'limi qimmatli insonlar bo'lib, bular bilan ozodlik sifida yillarcha Xitoyga qarshi birga mücadele qilish jarayonida ular bo'libmi Husayn Qari Islomiy mening ham rahbarim, ham otam va vatan da'vosi to'g'risidagi dardu g'amlarimni paylaşadigan janjigar do'stim bo'lib, nurg'un ishlarni men shulardan o'rgandim. Va avval Allohning hidoyat qilishi bilan onundan qalsa shularning ilhomi bilan ozodlik yo'lida bir qism muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga muyassar bo'lganman. Shuning bilan birga ba'zida Xitoy va to'g'riliqni ko'ra olmaydigan ishchimizdan chiqqan bag'ri ko'r Xitoychilar tarafidan suiqasdga uchrab yoki qo'rshovga ilinib, yiqilib, yaralangan chaqlarimda yanala avvalo Alloh va unadan qalsa mana shularning turkisi bilan dars o'rnimdan turib yo'limga ravon bo'lib kelganman. Abdulqodir Ahmad Turkistoni bo'lsa 1930-yili Qashqar shahrida tug'ilgan bo'lib, u 1937-yili Shinsey tarafidan yurtimizda boshlangan ma'arif islohot harakatiga qarshi elib berilgan umumiy qirg'inchilikda ustoz Mamtil Efendi Tavfiqning talantli izchillaridan biri bo'lgan tağam Abdulg'ofur Qunaji va dadamning tog'isi Nasira Xaftimlar bilan birga tutqun qilinib, shahid qilingan otish ozoqliq vatanparvar Ahmet Ajimning o'g'li bo'lib, bizga onam tarafdan tuqqan keldi. Bu kishi 1948-yili vatandan bola chog'larida mening cho'ng onam Tajixon va tog'am Muhammed qurbonlar bilan hijrat qilib chiqib ketgan. Onamning dadasi Qurbon Hoji bo'lsa, ya'ni mening cho'ng dadam Qurbon Muhammad Rahimulloh.
Ustoz Mamtili Efendi Tevfikning eng yaqin iqtisodiy va ma'naviy destekchilaridan biri bo'lib, u 1935-yili vatandan haj qilish munosabati bilan yurtdan chiqib ketgan peti vatanga qaytmay 1956-yili 97 yoshida Mekkada vafot etdi. Abduqodir Ahmed Turkistani son zamonlarda Saudiya Arabistonining Jidda shahrida plastik fabrikasi qurib beyg'an bir fabrikador bo'lishi sifati bilan vatanimizning ozodlik yo'lida marhum Husayn qori bilan birga yuqorida izhor qilingan joylardagi milliy ozodlikqa aloqador harakatlarni moddiy va ma'naviy jihatdan desteklab kelgan bir shaxs bo'lib, u 2003-yili 3-oyning 7-kuni hicretdeki makani Ciddi şehrinde alemden öttü. Allah merhumga cennet ata kılgay, amin. Ben bu yerde merhum Hüseyin Qari İslami hakkındaki tariflerimni davamlaştırıştım burun. Peytine koldum vermeyi merhum Abdülkadir Hacı Ahmet'nin tüvendeki sözünü sizler bilen paylaşmakçıyım. Yuqorida izhor qilingandek bizning Washingtondagi Sharq Turkiston milliy mustaqillik da'voyimizni yo'qotib, uning o'rniga o'zlarining Uyg'urchilik bayrog'i ostida oliy muxtoriyat da'vosini tiklamoqchi bo'lgan heliqi hamoqatlar guruhining bir peshqadam elchisi ustimizdan alayda shikoyat qilib, Arabistondagi yuzlarcha hamshahar toplangan bir sorunda o'ttirg'i tashlangan bühtan ve tetkiksiz şikayetler içinde Anvar Yusuf Turani başçılığında elib berilgan milli faaliyetler halkımızga ziyonlik bo'lib, bunun canlıq misali o Xitoyga qarshi elib berilgan namoyishlarda Allohu akbar deb to'laydi. Yana ondan başka namoyish jarayonida naq maydonda tortilgan video ve resimlerini Xitoyga yo'llab berdi deganda buningga javoban merhum Abdulqodir Ahmed Turkistani rahimullah yenida mazkur shikoyatga qarshi bir narsa demoqchi bo'lgan Husayn Qori Islomiga sizlar bizning aytliq chaqirimiz bo'lib jim turib basli qari. Men buna o'zim javob beray deb dast o'rnidan turib, "Hajim, gaplar tutgan bo'lsa, man qarsizlar. Biz Anvar Efendini tam sizlar degandek qilsin" deb Washingtonga qo'ziq qilib qo'yib kelgan. Bizning da'vo Allohu akbar asosi qurilgan da'vo bo'lib, Allohu akbarsiz vatan azat bo'lmaydi. Azat bo'lgan taqdirdami Allohu akbar dan iborat Allohning ismi va sifati izhor qilinmaydigan bir zaminda yashashning biz musulmonlar uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Yana biri sizlar nomus qilmay so'zlari bilan Anvar Yusuf Turani namoyish jarayonida chekilgan video va rasmlarni Xitoyga vatib berdi deb shu gapni boshqalar xalqlarga selib bersa tashlab etmay Washingtondan Mekkaga ko'tarib ekiblar. Yillardan beri biz namoyishlarimizni butun dunyoga ko'rsatganimiz bilan Xitoy ko'rgini o'namay ko'zlarini itib elib bizlarni ko'p taqozo qilgan edi. Agar butun dunyo Xitoyga qarshi qilgan hasrat shikoyatlarimizni izhor qilgan namoyishlarimizni ko'rib, Xitoyning o'zi buni ko'rmasa, bunday namoyishning bizga nima ahamiyati bor deb javob berdi. Merhum Husayn Qori İslami shunday umidvor inson ediki, bundan 20 yil avval 80 yoshida men bilan birga Amerikada tashkilot qurib vatan davosini boshlagandan tortib, toki bir qancha oy avvalga qadar ozodlik yo'lida davomli menga ilhom berib keldi. Merhum bilan toki yaqingacha telefonda so'zlashgan chog'larimda menga "Qara o'g'lim Anvar Efendi,
Anlaşlar qaraganda yakın zamandan beri burun bizge uğur kovlab yo'qotmoqchi bo'lgan Washingtonda eriqi Xitoylarga qo'shilib biz u yerda ming bir mushaqqatni boshlab vujudga keltirgan istiqlol davoyimizga qarshi har tarafda oliy muxtariyatni uchiq oshkora bozorga soladigan siyosiy dallollar paydo bo'lib, hamma joyni avtonomiyachilik qoplab ketganmish. Amma Anvar Efendi, men sana shuni yana bir qatim ta'kidlab aytib qo'yayki, vatanning istiqlol davosini burmulab avtonomiya bozoriga olib borib, 2 qurishga sotadiganga hech kishining haqqi yo'q. Haqqimiz bor degichilar vatanning istiqloldan iborat amonatiga xiyonat qilguvchi sotqinlar bo'lib, har ikki dunyoda bu xoinlik qilmishlarining jazosini chekadi inshaalloh. O'z vaqtida Amerikada yurtimizning istiqlol davosini boshlagan bir qancha kishidan o'lib tugab, zodi ikkimiz qoldik. Har qanday sharoitda Xitoy va Xitoychilarga qarshi qilayotgan mücadelende hergiz bo'shashma oldum. Men yaqinda Washingtonga berib, yana sen bilan bir sapta yurtimizning istiqlolining simboli bo'lgan oy yulduzliq ko'k bayroqni qudratimning yetishicha egiz ko'tarib turaman inshaalloh deb so'zini oxirlashtiradi. Hüseyin Qari rahimullah nahayat so'zga boy ve mazmunliq gap qiladigan kishi bo'lib, so'zimning oxirida sizlar bilan zodi esimdan chiqmaydigan marhumning hikmatli so'zlaridan Amerikaga kelganda bizga deb berdigan tuvandagi gaplarini sizlarga deb beray. Bir kuni vatandan Saudiya Arabistonga hech qilish munosabati bilan kelib, haj tavoflarini tamomlab bo'lgandan keyin vatanga qaytish oldida turgan bir vatanparvar yosh bola bilan jiddiy ko'rishib, tunishib qoldim. Bu yigit menga suhbat jarayonida o'zining kasbiy sozandi bo'lib, agar hajdan keyin fursat chiqib qolsa, Saudiya Arabistondagi vatan ishqida kuyib yanayotgan muajir qarindoshlariga biror payda chelib berarman deb atayin vatandan o'zi bilan birga bir duttar ham olg'asi kelganligini aytib berdi. Men bu yigitning orzusini amalga oshirish niyatida darhol bir qancha yuz hamshaharlarni uyimga to'plab, bu yigitning sharifiga bir cho'ng ziyofat berish orqali bu bolaning dutturini chalg'anga so'rin hozirlab bergan bo'ldim. Ve bu bola ziyofat jarayonida duttar bilan ziyorat qilg'ili keldim degan naqsidan boshlab, u dedi yoq. Otilari yo'qmikan asta? Qatorliq bir qur insonni hayajonga soladigan milliy ruh va jangovarlik to'lgan mungluq naqshlarini orqadan ajoyib mungluq ovozi bilan urilganda hamshaharlar hayajonlarini bosolmay ko'z yoshlarini to'kishga boshladi va bo'libmi bu bolaning chinanga hey anam zamzam qo'yib beray desam sen yo'q degan naqsini aytganda butun zorindagi ushoq cho'ng hammasi ovozlarini qo'yib etib hungrik etib yig'lashni boshladi. Mana men bu paytda darhol naqshini to'xtatib yig'layotgan yurtdoshlarga mundaq dedim. Naqsha va muzika degan mana mundaq bo'ladi. Bizga mana mushundaq bizdek asoratdagi mahkum millatning jangovarlik tuyg'usini qo'zg'aydigan yoki undaq jangovarlikni kuylaydigan naqshi muzik kerak. Sana minglarcha afirin o'g'lim deb uning ko'rsatgan fidokorligiga so'rinda minnatdorlik bildirgandan keyin so'zimni mundaq deb tugatdim deydi.
yurtimizning 1 milyar ishg'oliyatchi Xitoyga qarshi ozodlik yo'lida can ve malimizni qurban qilishdan boshqa yana shu qadar ko'p miqdorda pul lozim bo'ladi-ki, ey qarindoshlar, agar butun dengizdagi suv bizning bo'lib, bu suvning hammasi pulga aylanib ketgan taqdirda ham yana bu pul bizga oz keladi. Shunga hammamiz vatan va millat deb qayg'urib, yig'lab, dasturxonga quruq yosh to'kkanning o'rniga pul to'kayli yurtdoshlar. Marhumning bizga deb bergan yana bir hikmatlik gapini sizlarga deb beray. Ba'zi o'tirliqda gap to'shib yuradigan bir qism kishilar pat-pat yanimga kelib, Hüseyin Karim, ba'zi kishilar sizlarni namoz qilmay, obro'yparast deyishidi. Biz bularning o'zlariga qilgan bu haqoratlariga chidab turolmay, bular bilan Hüseyin Karim undaq kishi emas deb bir qancha so'rinda yoqsiqish qilib tas qoldik. Buningga bir narsa demasada bo'lmadi, Karim deb ketdi deydi. Men darhol marhumdan Hüseyin Karimga siz nima dedingiz ulargandan deb so'radim va marhum bana mundaq deb javob berdi. Men ularga shular haqiqatan to'g'rini debdi. Sizlar bekardan bekarga uni shundaq dedi deb o'zinglarni urtib yuribsizlar. Men haqiqatan obro'yparast bir odamman. Bütün hayatım boyunca izzat ve obro'y debla yashab keldim. Bir yerde kichikgina obro'y qozonishga ko'zim yetsa, shu yerga berib, shu obro'yni bir amal qilib elvanmag'icha ko'zimga uyqu kirmaydi. Chunki agar butun dunyo mening bo'lib, lekin izzat obro'yim bo'lmasa, mana bunda hayotning nima keragi? Dedim. Deb berib, bu hikoyaning oxirini mundaq deb tushirgandi. Bir kuni yana hali qisqanchilardan biri Hüseyin Karim hayotida o'zlariga bo'xton chaplab, haqorat qilib kelgan haliqa mal'unning bir idivini bermaslar bo'lmadi. U bek hedidlashib ketdi deb yana mıqibdi deydi. Men darhol marhumdan siz nima dedingiz bu qati deb so'radim va rahmetli Hüseyin Karim bana mundaq deb javob berdi. Nima deydim? Onundan zodi kim o adam? Ve hazır nerede o? deb so'rasam, u palonchi degan Pukuniyada o'ltiradigan kishi shu bo'lib, yaqinda o'ldi deydi. Oy, o'lgan odamning men yana qanday idibini beraman? Bu dunyoda bir inson har qancha haddidan oshgan taqdirda ham uning jazosi uchun o'limdanmi cho'ng yana bir jazo bo'lamdi dedi deb bergan. Men ozodlik yo'lida menga yillardan beri otadorchilik qilib kelgan ustozim Hüseyin Karim rahimullahni bundan 3 yil avval oila bola-chaqalarim bilan Amerikadan Mekkaga umr uchun qilgan ziyorat jarayonida eng oxirgi qatim ziyorat qilib qaytgan edim. Marhum ziyorat jarayonida meni o'zining ishxona odisiga elib kirib, Sharqiy Turkiston ozodlik yo'lida undan avval qilingan va bundan keyin cho'qim qilinishga tegishli muhim nuqtalar haqida 2 soatga yaqin suhbat elib bordi. Ondan keyin marhum o'zining yaqinqi bir qancha yil ichida Uyg'urcha ve Arap lisanlarida yezib kitob shaklida hozirlagan Vatan davosi to'g'risidagi 3 asarini o'zining vatandagi chig'ida
ay yulduzliq inqilobiy uniform bilan chekilgan bir tarixiy rasm bilan qo'shib taqdim qildi. Eng axiri men marhum bilan vidolashib uydan ho'yliq uzab chiqayotgan chog'da marhumga ehtiyotdan yordam qilmoq uchun yaqinlashgan ayoliga "Xonim, andaq qilma. Mehmonlar meni yetilmasa mangolmaydi ekan" deb qoldi. Deb chaqchaq qilish orqali 95 yoshdan eshib ketgan turg'liqmi yanala qirliqqa hargiz tan bermay meydisini ko'tarib tik menishdek oliyjanob ruhini bizga eng oxirgi qitim yana bir namoyon qilib uzitib qo'ygan edi. Shunday qilib yurt ichi va teshidagi bir asrlik hayotining oxirigacha vatan va millatning ozodlik yo'lida uzluksiz mujodala qilib kelgan bu ulug' zot mana bugun 2015-yili 9-oyning 5-kuni o'zining uzundan beri yashab kelayotgan hijratdagi makoni Saudiya Arabistonining Jidda shahrida 98 yoshida, ya'ni 2 kam 100 yoshda bu olamdan o'tdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Cenab-ı Allah merhumga şehitlik mertebesi ata qilgay ve hammamizga yurtimizning ozodlik yo'lida merhumga o'xshash barlig'imizni beg'ishlagan holda zodila eg'izda emas, haqiqiy fidokorlik ko'rsatadigan vijdon va iymon nasib etgay. Amin. Amin ya Rabbil alamin. Büyük ihtiram bilan Anvar Yusuf Turan'ın Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Sürgündü Hükümeti Baş Ministeri 2015-yili 9-oyning 5-kuni Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.